tug'ilganman. Men sizlarga kazashkaman deb gapirardim. Kazashka bo'lib sizlarga Qozog'istonni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bugun bir kun biza Chimkentda aylanamiz. Men sizlarga Chimkentda top 3 ta yoki 4 ta lokatsiyasini ko'rsataman. Давайте. Qozog'istonga o'tdik. Bizlarning bir siqim pulimiz mana shu bo'ldi. Assalomu alaykum. Mana kuzatuvchilarim, YouTube kanalimni kuzatuvchilari. Bugun biz Qozog'istonni Chimkent shahridamiz. Sizlarga полностью Qozog'iston haqida sizlarga ma'lumot beraman. Birga Qozog'istonni 5 ta lokatsiyasini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Qozog'iston shahri O'rta Osiyodagi Sharqiy Yevropa davlatlariga yaqin davlat hisoblanadi. Maydoni jihatdan top 10 talikni 9-o'rindagi eng katta shahar hisoblanadi. Qozog'istonning umumiy 17 ta viloyati bor, qolgan rayon tumanlari juda ham ko'p. Asosiy eng yirik shaharlaridan biri bu Almata, megapolis. 2-o'rinda Chimkent, hozir biza turgan. 3-o'rinda bu Qarag'andi, Aqtau, Atrov, Dalshi ketaveradi. Eng katta shahri bu Almata. Hozir biza Chimkentdamiz. Qozog'iston umumiy 5 ta davlat bilan chegaradosh. Ular Rossiya eng kattasi, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Xitoy bilan chegaradosh. Asosan quruqlik Qozog'istonda dengizi bittagina Kaspiy dengizi bor, Orol dengiziga sal tegishli joyi bor. Qozog'iston aholisi hozirgi kunda 19,5 millionga yaqin. Ma'lumot uchun eslab qolinglar. Hozir biz Chimkentga kelishimiz bilan birinchi masjiddan boshlashimiz kerak. Bu masjidning nomi Seyitjan qari Esjan uli oq masjid ekan. Qozog'istonga kelib, Maxi choy bilan biyosi ichmasangiz, siz Qozog'istonga kelmagan hisoblanasiz. Maxi choyni hammanglar bilsanglar kerak. Biz hozir shuni olib ichamiz. Tekin reklama bo'lib ketdi. Hozir avtobusdamiz. Ikkinchi lokatsiyaga ketyapmiz. Yo'l haqqi avtobusda bularniki 70 tanga ekan. 140 tanga. 2 kishiga. 70 tangiz, оказывается, bizning sonda 1750 so'm bo'lar ekan. Почти bir pulga. Различия прекрасны, покупая борзы на самом деле. Aksessuari eng arzon joyga keldik. Chimkentda tog' o'rtasida. Men bu lampalar 5000 tanga, 5000 tangiz 125 ming bo'ladi. 125 mingga bizada mana buni ham bermaydi. Kichkina. Bu 4000 tanga, bu 100 ming so'm. Yaqinroq keling. Bunisi ham 4000 tanga. Sizlar o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Mashina o'zi 100 ming so'm. Oyog'i bilan, shtativi bilan. Bu yerda Starbucks bor ekan. Bizada yo'q Starbucks hali. Hozir Megaplanetga keldik. Chimkentning торговый sentriga billa aylanamiz.
Konkichilarni ham ko'raylik. Yosh qizlar, sportsmenkalar. Bu yerda ham Laykiki bor ekan. Kattagina. Hozir Laykiki magazin keldik, narxlarini solishtiramiz. Toshkentdagi o'zimizning Laykiki bilan farqini. Kelinglar. Например, men ko'yni hozirgi yozgi 3290 tanga ekan. Hozir men sizlarga hisoblab beraman. 3200 tanga, 3290 tanga qancha bo'lishini. 82 ming so'm. 82 ming. Mana shu ko'yni 82 ming ekan. Bizda qancha? Narxi 5990 tanga. Hozir so'mda qancha bo'ladi? 5990 tanga ko'paytiramiz 25 ga. 149 ming, 150 ming. 150 ming. Bizda qancha? Misol uchun men bu jenskiy ko'yni narxi 14990, ya'ni 15 ming tanga. 15 ming tangiz hozir qancha bo'ladi? 15 ming tanga 375 ming. Mana shu oylarimiz kiyadigan ko'yni 375 ming. Laykikida. Keyingisi mana bu shalvar. Hozirgi yozgi salqin. Narxi 6990, ya'ni 7000 tanga. 7000 tangiz bizada 7000 tangiz 175 ming. Mana shu shalvar 175 ming. İç kiyim ko'raylik. Laykikini iç kiyimi 3290 tanga. 3290 tangiz 3290 82 ming. 82 minglik iç kiyim. Например, men bu Laykikini sumkasi bordovoy narxi 5990, ya'ni 4990, 5000 tanga почти. Hozir hisoblab ko'ramiz. 5000 tangani. Bizani so'mga qancha bo'ladi? 125 ming. Bizdan Toshkentda bormi bundan? Parkovkaga kiramiz. Hozir qozolarni haydaydigan markalarni sanaymiz. GM bormi bu yerda yo'qmi bilamiz. Birinchi BMW X7. Lexus 570 qop-qorasi. Toyota yili eskiroq. Nissan yili eskiroq. Yana Toyota. Qozol eng ko'p qaysi markani minadi? Sanab turinglar. Yana Toyota K5. Cobalt bor ekan mana bu Cobalt. Hyundai Santa Fe. Toyota Camry. Toyota Camry. Lexus 350. Hyundai. Yana Toyota Carnival. Ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda asosan Toyota Camry va Toyota markali mashinalar. GM deyarli yo'q. No, bir ikkita Cobalt bor. Asosan ina markalar. Toyota, BMW, Lexus va Hyundai markali mashinalar ko'proq minishar ekan. Zo'r. Bo'ldi, Megaplanetda aylandik, ko'rdik. Unaqa katta brendlar yo'q. Laykikini ko'rdik. Yana bir ikkita nima brend ko'rdik.
Asondom shu. Ovqatlanadigan joy tepasi. Ketdi endi 3-lokatsiyaga. Кулакам, пробили потерь. Горки, наша алба, тулосом горки. Если понимаешь, в чем суть, а не без таких. И кого на портрет готовлю сам. Чё там, где там, есть на хорошо. Сегодня у меня мозги в Инстаграм. Оказа, давай. Hozir biz Qazax somsa degan bir somsaxonaga keldik. TikTokda trend bo'lgan. O'sha ko'rib qoluvdim. Yegim kelgan. O'shani hozir yeb ko'ramiz. Xullas, qizlar, jigitlar, hozir biza TikTokda o'sha boyayotgandek trend bo'lgan burger somsaga keldik, Qazax somsada. Buni aytishi bo'yicha ichida kotlet bor ekan, siri bilan, pomidori bilan. Hozir birga ochib ko'ramiz, yeb ko'ramiz. Issiq ekan. Mana shunda ham bismillah tishlab ko'ramiz. Ichida rostdan siri bor ekan pomidor bilan. Mana Sir, pomidor. kotlet, вот. Haqiqiy sir kotlet, pomidor. Faqat somsani xamirida burger. Chista reklama emas. Bu bizani 3 yo 4 lokatsiyamiz. 4 lokatsiyamiz. Hozir Shimkent City Mallga keldik va biz hozir bu yerda eng qimmat ichimliklarni Jack Daniels. Nech pul ekan? 13.765 tenge. 13.765 tenge nech pul bo'ladi? 13.765 tenge ko'paytiramiz 25 ga. 344 ming. Qo'limdagi Jack Daniels 344 ming so'm. Bundan tashqari Chivs bor ekan. Chivs bor ekan, yaqinroq keling. 17.145 ming tenge. Jameson bor. Jameson bor ekan. 19.340 tenge. Undan tashqari Williams Lawson bor. Bu ham viski, bular viski qator chunki. Jameson. Men bularni ichib ko'rmaganman. Prosta sizlarga ko'rsatyapman, что bu yerda ichkilik qatori juda katta. Orqani ham ko'rsang. Dunyoga mashhur spirtnoy ichimliklar. Mana qarang. Milliy ichimlik. Menimcha bu konyak. Mana konyak deb yozib qo'yishibdi. 3.869 tenge. Astana konyagi bor ekan, Asanala konyagi bor ekan, Qozog'iston. Как bizani O'zbekiston konyak bor-ku, arzon. O'shani Qozog'iston varianti ekan. Amta vinola. Martini. Hamma biladigan oq qizil vino. Martinining qizili. Italiya deb qo'yibdi 5500 tenge. Bular shampan. Vino shampanlar. Mana bular shampan. Bagizaganni ko'rmayapman lekin. Bizani bagizagan yo'q bu yerda menimcha. Sakura bor ekan. Buni men bilaman. No, bagizagan, не знаю. Ana gruzinskiy vinolar, haqiqiy vinolar mana shular. Mana shunda gruzinskiy vinolar haqiqiy. Ichsa faqat gruzinskiy vino ichish kerak. Originali shular deb o'ylayman.
Sachino degan gruzinskiy vino. Белый polsukhoy. Bunun narxi 2444 ming tenge. 2444, 2000 tangiz 50 ming bo'lsa, bir 60 ming atrofida ekan. Торговый sentrda pastida mana shunaqa spirtnoy rяд. Biznes joy tanlamaydi degani shu bo'lsa kerak. Irland viskisi eng qimmati, eng asl nimasi Jameson bo'ladi, Irland viskisi. Ano kino bor-ku, Sherlock nima edi? Tommy Shelby. Именно mana shu Tommy Shelby faqat Irland viskisidan ichardi, chunki o'zi irlandiyalik bo'lgani uchun. Va maxi chay, mana Qozog'istonga kelgan odam maxi chay ichmasdan Qozog'istonni yerini tark etmaydi. Biz ham ichdik. Mana buni qarang, Snickers har xili bor ekan. Bizda yo'g'i bor ekan. Белый oq Snickers bor ekan. Lesnoy arex degani bor ekan. Ajoyib. Mana shunday bir yeb ko'ramizmi? Ovqat tanlayapman, qorin ochdi. Tashkent City'dagiga. Shunaqa. Mashhur Qozog'iston shokoladi. Bitta olamiz. Конечно, bu onamga. Onamdan oyimga Qozog'istondan kelayotgandan keyin bitta Qozog'iston shokoladi olib olish kerak. Qozog'iston shokoladlari ratiga keldik. Ko'pchilik bizani o'zbeklar Qozog'istonning shokoladlari zo'r, Qozog'istonning shokoladlari yaxshi, Qozonni shokoladlari zo'r deyshadi-ku. Misol večer men esim taniganimdan biri bor, hali ham bor ekan. Juda ham zo'r shokolad. Yeganlar o'zingizlar eslab ketinglar, večer bor. Mama bor. Baton, ko'ki bor, qizili bor, bunisi bor. Xo'p, yana qaysi anaqa? Bularning hammasi rahat etgancha. Rahatniki. Bu ham rahat. Roshan. Tak. Kamilki. O'zini brendi ekan mana bu. Zolotaya chuda. Mana. Zolotaya liliya aytgancha, chuda emas, adashdim. Bu Conti'niki bu. Conti. Milky. Bu ham Conti bo'lish kerak. Qozog'iston shokoladlari shu. Narx jihatdan deyarli bir xil. Men o'zimni hozir solishtirib chiqaman, kalkulyatsiya qilib. Bu shokoladlarning hammasi deyarli bir xil narxi. Bizani O'zbekiston narxi bilan. To'g'ri, Qozog'iston shokoladlari juda ham yaxshi bizanikiga qaraganda, chunki ko'proq Rossiya texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqariladi. Ko'pchilik shokoladlar Rossiyadan kirib keladi, misol uchun. Bayansulov o'ziniki mana bu. Bayansulov asosan shokolad emas, ko'proq shisha kompetli chiqargan. Mana kiloli. Tog'orada yuradiganlar. Mana bular keyingi chiqqanlari. Misol uchun Marsiyanka ham, bu ham Rossiyaniki. Selim shu. Qozog'iston shokoladlari shu mana shular. Har tomon. Hozir biza trassadan tushib, именно mana shu atmosfera uchun tepaga chiqdik pastdan. Bot bug'doyzor. Bilsanglar agar Qozog'istonning unlari, ya'ni Qozog'iston 3/5 oltindan, mana shu unlari O'rta Osiyoda eng ko'p eksport bo'ladigan unlar.
Qozog'iston mana shunaqa bepoyon dalalari faqat unga to'la, bug'doyga to'la. Даже biza esimiz taniganimizdan biri Qozog'istonni uni bilan non yopib yeymiz. Sizlar ham yegan bo'lsanglar kerak, haligacha yeb kelasizlar. Shu bilan bizani Qozog'istondagi bir kunlik safarimiz qaridi. Men o'zim asli Toshkentda tug'ilganman, lekin Qozog'istonni boshqacha yaxshi ko'raman. Imенно meni vatanim bo'lgani uchun emas. Unda emas gap. Ya'ni Qozog'iston davlati bo'lgani uchun emas. Bilmayman. Qanaqadir bu davlatga kelganimda, qadam bosganimda meni ichimda qanaqadir tinchlik, yoqimli bir his o'tadi. Mana shunaqa keng, sokin davlat bo'lgani uchun. Xo'p. Hozir Toshkent qaytamiz, lekin mana shu Qozog'iston davlati meni butun umrga, bugungi bizani ko'rgan, kechirgan sayohatimiz butun umrga esimda qoldi. O'ylaymanki, sizlarni ham qalbingizdan o'zgacha joy oldi deb o'ylayman bu davlat. Sizlarga ozgina bo'lsa ham Qozog'iston haqida yaxshi tushuncha bera olgan bo'lsam, xursandman. Videoga albatta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan keyingi kontentlarim birinchi bo'lib sizlarga ko'rinadi. Uyga ketyapmiz. Kunimiz shu bilan safarimiz qaridi.